Gagarin territoriya qimmatligini mana isboti. Gagarin ko'chasi, mana shu ko'chani bo'yidagi dom 70 kvadrat, 77-seriya deyaptilar. Короче, gaz bomba. Gagarin 8 martdan kirsa ham bo'ladi, Gagarindan kirsa ham bo'ladi. Mana shu dahshat 77-seriya deyiladi. Mana shu fortishkasi bo'ladi banyasiga. Bilmadim bu 77 yoki 76, chunki 6 metrlik mana shunaqangi verandasi bo'ladi. Bu 3 xonalik 70 kvadrat полноценный bo'ladi. Operator mana shu kattagina zali bo'ladi. Yaqinroq olib kelasiz. Mana shuni bitta ko'rsatamiz. Kim tushunadi? Mana shu 77-seriyami yoki 76mi? Kirpishli dom, gaz bomba. Mana bu ikkinchi xonasi. Yangi remont qilgan, nejnicha qilgan, parda gilamlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, biz pastda nomer qoldiramiz. Sirroshni aloqa chiqinglar, faqat naqdga bu ipoteka bo'lmaydi. Bu 3-xonasi bo'ladi. 58 ming ozgina savdosi bor. Общий sanusi eshikdan kiraverish mana shu pirxoshka bo'ladi. Gapirish mumkin emas. Yevro montaj qilingan svetlari. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, sirroshni aloqa chiqinglar. Mana shu mebel texnika hammasi joyiga qoladi.